80-90 da ketganini syomkasini tashlab beraman. Yo'q. Assalomu alaykum, Fato Andijon kuzatuvchilari. Akam, o yukilib olgan yukini qaranglar. Nechta tonna bu aka? 5 tonna 100. Fato Millerda. Nima deyapti? Bu pasatkasi bor, umuman o'zgarmagan. Pashta o'zgarmagan. O'zgargani ozgina o'zi sezilmaydi. Yangi yapishib qo'ydi kecha akamiz, mana bugundan ishni boshlab yuboribdi. O'zi Gurza pod'oniga 1 tonna 595 kilo. Gurza pod'oniga hujjatida. Lekin mana 5 tonnagacha yuk ko'tarib oladi. 5 tonna. Qiynalgan yo'q mashina. Aka yurishda qiynaldimi, qiynalmadimi? Tortish qanaqa? Shu ketishda ham 80-90 da ketganini syomkasini tashlab beraman. Yo'q. Ular borligi ham bilinmaydi ekan. Ko'ryapsizlar akalar? 5 tonna mana mashina umuman qiynalmayapti-ku. Adirdichidan? Ha, past balandliklardan. Xo'p, bunimiz nanichida bor. Sira to'liq o'qisanglar, yarim soatda mashinani minib chiqib ketaverasizlar. Fato Andijondan. Xizmat bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Boshqa modellarimiz ham bor. Ko'rib turganlaringlardek, kelgan mijozlarimiz, u akamizdan mijozimiz mashina ko'ryapti hozir.